Normal paranışıp oturup bir çağda "Ufkam siz sahkensiz deydi. Çıray kalsam bu adamlık çak sormadı da samimi için oldu sonra dedim. Ya ben bir buzlup kaldım ki diyeyim ma. Sonra ya sizin sen kalı diye ketmiş tabii. Yaklayıp sana çolap pagan balı okşayın diyeyim dedi. Endi uydagilarla urushib qoldim ishga. Urushib qilib, endi dedim sizlar ayolimiz. Siz kalıdan to'liq ketib qoldingiz. Talada ancha-muncha taq-tuq so'zlagachga chonmayapsiz dedi. Voy Allah. Shunda ochig'im keldi. Birini urmabsiz-da. He? Ya odatda men urmayman. Urg'ashlab o'tsa shu ashqotu urdi. Dadangizda apangizda hozirgacha biror paltolarga urib boqmadingiz-a? Yo'q, endi men dadamdan kichikchu. Shunda sinoqlarni ilib borsam men dadamdan kichik. Keyin dadamning bir so'z chaqirib dadamni dadasidan kichikka bu bizga bir ersiyat o'xshaydi. Udum o'xshaydi u. Bizning mayli bir bola bor, dadasidan cho'ng 4-5 yosh. Nimaga asosan cho'ng deysiz desangiz, dadasini uraverdi-da bu. Emdelik dada balını olsa normal balı dadını uğulunmaydı o. Ben şuna qarab dadısını uravergini qarab, tillavergini qarab, şu dadısından çoğunluki deb o'ylab qoldim bu. Ya Xudoyim sog' olsun. O dadamni qo'g'lab yurib uyab kesak yo kaltaklarımda urib baqqan bola. Emas men ursam uravermayman ama vicdan bor-da bizda. 3 kilo vicdan bor degan. Men pek yaxshi bola. Bu yaxshiligimdan masalan bir ish go'sht yeyotgan bo'lsa, "Gidek go'shtni deb so'ramayman." Yo'q, qo'saq shunda amroqim. Bir mushuk choshqa yeyotgan bo'lsa, "Makla choshqiningdan demayman emasmi?" Allah, nima degan oliy janob ha bu. Ammo qo'saq bek ichib chidimgan vaqtida shu mayliroq shapaq do'pim adam kuzamga shunda chiroyli ko'rinadi. Mayliroq shapaq. Andiki nabeyta dadangizning gapini qilib qoldingiz. Dadangiz shunda shaburut odammi yoki? Dadam shaburut emas, burut yo'q dadamniki. Dadangizning buruti yo'q. Sizning bu burutlaringiz shunda chiroyli qilgan. He, bu burut endi bir vaqa bormi bu yerda? Bu yerda vaqa yo'q. Endi men burun tarafdan kelkin kelib qolsa deb chap qo'ygan tug'an ku. To'g'ri, qo'g'dash mudofiamiz rol o'ynaydi. Yig'izga bevosita mavzu bo'lmaydi bu. To'g'ri. Siz qiziqchi bola ekansiz, ya? Qanday deysiz? Ustadayman, bunday qilsam qiziqchi. Shoirsiman bola ekansiz. Sizni ham kichikingizdan yezikchilik bilan shug'ullanganki, yozuvchi deb to'laytim siz bir kechlik bitta riyosat cho'p qoldingizmi yoki keyin o'sha riyosatchi chiqib qolibdimi bu yeringizga? Shunga demoqchi o'g'lim, boshqa maqsad emas. Shu Uyg'urlar zot yilda o'zini bir qitim Uyg'ur tibobatda bir tekshirib o'tish kerak ekan. Qachon tutsuludi, ha? Nega yiqilamiz? Mashinani qachon so'qib olamiz? Maash qachon o'sadi? Hamma sitidan chiqib bo'ladi. Voy Allah. Hozir bu adam sapa bormi, yo'qmi, ashum suyukdan tekshiradigan bo'lib ketdi deydi. Sapa deb chiqib ketgan, bu sa deb chiqib qoldi qarab. Şuanen şu haq nurg'u ishlarga qildim men boshqalar qilmagan ishni qilishga bek amroqchi. Shunga men hech kim qilmagan nima ish qilibdi desangiz 98-ninki shuni ham qilmagan rasmiyat yo'q. Tikfichardan birini ilib, gazdan birini qo'yib, xifichilik qilaymikin deb. Xifichilikda kechki aeroplan qasamdan u ham bu ham to'shib olib qo'yapti. O'zini aeroplan o'g'andan keyin putilni sangilib qo'ysam hech kimning kari yo'q. Shu ish qilib shuni qilaymikin deb. To'g'ri, havo yo'li maxsus. Bekarlik bir yo'l bor deydi, bir taqtuq yo'l bor deydi. Yo'q bu yerda. Taqtuq yo'l mansam bo'ldi ekan, men taqtuqni nusxib berdim. Maxsus siz uchun loyihalangan yo'ldan. Uni ussangmi bo'ladigan aeroplan, ishtasangmi mangadigan qilib, bundaq loyihaga aeroplan keldi. Odamlarni o'tirib keyin ishtirimizga. Nima berib berib qolsaqchi? Mayqabiga ushqanda ishtirib tushmaymiz. Gazli istasizlar-ku, uni gaz qachalash. Gazni shu qurilib o'tgan siz chiqmadingiz bu da. Kuytingda bir shu bor, gaz punktidan aşasmandalar. Abeyka endi mana ancha-muncha taqtuq paranglarni, undan keyin sizning ko'p ba'zi bir ko'z qarashlaringizni, yurak so'zlaringizni anglagan bo'ldik. Men sizning kim taqtuq naqshlaringiz bor-ku, men taqtuq naqshlaringizga bek qiziqman. Shuni ko'rmanlarga bir taqdim etish imkoniyati bo'ladimi?
Ama şu sahneye kelip kaptımı kelgendikten keyin ko'rurmanlarimiz xush bo'ladigan ish bo'lsa, ko'ngil alanilgan ish bo'lsa, men mamni kasbiy naqshlardan emas, qo'limdan kelishicha biron naqsh o'g'irlab beray. Bo'ldi. Qarshi olamiz. Çekimdi yıldızımı gezleydi. Tapsam evrenge yutup yasayım. Dağlık işin büküldü bugün. Ayrılış katlanmayacak. Beni can tuttu sazlıklarda yey Çiçekçilekçe kazan edip kavap bilip yiyesligen. Her gün akşamı nakşa etmem, seni görmey ülermem. Kıyıp kaldım desem bu can her vayı görmem diler. Bu dünyada var miken ey yürek bağrı tüttüğünü kademinde günler açılsın. Vay, rahmet Öbeyka. Endi mo'shunchalik qilibdi-da. Ha. Bek qiziq ishlarni olib ketaman qarang. Ha. Soğuğunuz içip kaldım o ya. Soğam uşuqlar meniki qarang. Issig'immi uşuqda, soğam meniki shuma yan tarafdan oshadi qarang. Yan taraftan aşağı. Sizdim. Rahmet Öbeyka. Bugün ayetimi köngüllük, kızgın paranlaştık. Rahmet. Sizdinki az to'la turmuş tecrübelerinizden anlagan bulduk. Anadaki nakil sanat maharetlerinizden huzurlandık. Rahmet. Sizdinki diningizga salomatlik, bundan keyingi kasbiy sanat hayotingizga yanada zo'r utuqlarning yor bo'lishini tilakdoshlik qilamiz. Rahmet. Teşekkür. Qadrli do'stlar, ko'rayotganinglar Xinjiang Okya e'lon cheklik shirkati o'zingizlarga sungan haftada bir kulka programmasi. Yuqorida yosh kuldirgi cho'lpunimiz Habibullah Mollaning universal mahoratlaridan qong'ich huzurlandik. Endi qo'shiq aytish baqsa qanday bo'ladi? Chunki naqsha aytadigan, lapar aytadigan, hikoya, cho'chak aytadigan, hatto tom, to'rus, deraza aytadigan kishilar o samandek chiqga. Ammo qo'shiq aytadigan kishilar sal ozga. Shunga biz bugun qong'ich qo'shiq aytish baqayli. Undaqda bugungi qo'shiq aytayli saytimizda zodi kimlar qo'shiq aytisha? Birlikda anglab baqayli. Voy, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Akam yaxshimi, yaxshimi? O'ttasam bo'lamdi ya. O'ttasingizgo, bo'ladi aka. Lekin oldin salom berib etib, ondan Hozir salom berdim go sizga. bu o'xshamaydi. Voy. Aras, bundan shuatda. Undaq bo'lsa, assalomu alaykum kulgunchak do'stlar. Sizlarga eng yaqin do'stinglar Abdug'ani Samardin Yolqin tog'ning yolqinidek haroratlik, cho'g'liq, yo'g'on salom.
Endi o o'rtasan bo'lganda. Bo'ldi, qani marhamat. Ma'qul. Meyada o'tiramdim, meyadami? Albatta men o'tirsiz. Ha, ma'qul. Manda yerlaringiz olsa bo'lar ekan, jimamsan. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom, va alaykum assalom. Ukum. Kep qaplığa. Aqira. O'zingiz qo'shaq etishimiz deysiz. Ha. Keyin siz sokuldapmansam o'zingiz pul kirib o'tirib bo'psiz. Ukum bu qo'shaq deganda menda bir qo'shaq aytadigan bir o'zining o'rniga kelib aytamiz uni. Shunda olsa saqlab turibsiz. Qizni kelib qolgan saqlab turay desam, oldingizda ishkadan uçsam o qo'shaq aytamiz, biradan uçsam qo'shaq aytamiz deb. Bo'ldi. Men avval ma'mimallığı bir salam berib olay. Andiki qo'shaqni shu chaqda etishimiz. Ma'qul ukam, eli ko'raman. Bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Kamil Merdan Muhammeddin, hammanglarga o'tliq salom. Marhamat. O'ltasam bo'lamdi ya. Bo'ldi, qani marhamat. Ishkapsiz. Turmas sukam kelgandikim menga. Marhamat. Ana kichik, uningdan xafa bo'lmaydi. Ishdan. Men aytdim qizg'ib boshlab oldik sayfimizni. Unda bo'lsa, hurmatli ko'rmanlar, biz tövəndə shu qo'shaq aytaylik sayfimiz bo'yicha Abdug'ani akamiz bilan Merdan akamizningki qo'shaqlardan birlikda barilansak. Ukam qo'shaq, to'shaq. Ha. Bugun mayadma qo'shaq aytamdoq yoki o'shaq aytamdoq. Albatta qo'shaq aytimizda. Qo'shaq aytsaqmi bo'ladi? Aytanga tayyorlik yo'q shimalik. Anda biz boshlab baqamda. Boshlaydik. Ma'qul ukam, boshladik ha? Başladık. Sorunimiz bek esil, qizib ketar kulkisi. Quyruq qisib kelganlar bu sorunning tulkisi. Vallahi, ha. Undaq demə, birader. Biz mi quruq kemmidik? G'amga patqan dillarni kulki bilan bezdidik. Bezzabdi. Qaysi kulkisiga bezdiganda? Qani ansi birodar, beslishaylik qo'shaqda. Muqam aytib va yoki mushavrakda o'shaqda. Qo'shaq İshaq İtayli. Aytayli. Tertim boş muqamga. Buzib qo'ysam Osmanka. Mush qo'ydi cho'qamga. Bu gapni boras, ha. Oshtama. Ha. U jangalning bo'risi. Bu jangalning bo'risi. Haling ajab yo'g'on bu, sen qayaning to'risi. Ha, qayaning to'risi. Qayaning to'risi. U sorunning kulkisi. Bu sorunning kulkisi. Yiyipli o'ltirsa, sen qayaning kulkisi, ha? Çünkü demen ukam, oy. Biz tağlarning yo'lisi. Bizga ta'zim qiladi. Sizdek tulkilarning bo'g'isi. Mo'mis emas bo'g'izga, ha. Ha, shu. Cho'ng so'zime hayaka. Barg'ojamning qo'jisi. Po'chilikqa tipilmas. Tivitlarning to'risi. Kasalga chiqarib etdi. Kasalga chiqamidi ukam, men iliqqa so'zlaydigan qo'shaq topolmay tevibdan do'rizda. Voy Allah. Po deganni har zaman atalgan atıdı. Sizga o'xshash. Atanmagan mandaqlar uydan chiqmay yatadi. Uydan chiqmay yatmadik. Sizdek po'mi atmadik. Atalisi atıdı ukam. Danlab quruq gaplarni shamsha satmadik. Men quruq gap satdimmi? Satdingizmi siz? Gap satdimmi men? Voy satdingiz. Nech pulga? Kuchukkoy. Ukam, bizning ma qo'shaqli sirnikidek arzon emasmi? Kilosini 3 qo'y sotadigan. Qimmat mava. Navbatda gap qilyapsizlar-da mana. Davomini. Rasma? Rana. Maqofga manda olsa. Shamshada 100 tapqan. BRT'dek yo'l tapqan. Nochilarning biri biz taqa pul tapqan. Qanday? Bayaka. Tapqan ash pulingning puchqini ko'midi. Kipak vermey çaçqanqa yaşaverdin. Ölmedin. Oldu qilab ukam, oy. Boshqa gapim bo'z qil. Navatching bo'z qo'y. Qo'g'in tavuz bo'z til. Navatchiyim bek tatliq. O'zi choy qo'yganda gapirgan oldi. Tavuzlarim pishmedi. Pishmabdi. Qo'ygan navatchiyimni Levent Jokan pishmedi. Ukam, ko'ngillarni yerim qilsa. İşçilik deb qolganman. Yerim qilmadi. Ishmaydi. Ukam ishmaydi. Buning qo'yganchini cho'kan emas, juvan ishmaydi. Vallahi asha. Qo'ygan shu chiyingning ta'mi bo'lsa ichidi. Mayli yo'qqa choy tutgan ahmoqlarning ishidi. Ahmoq emas, ufkan biz. Bo'yini egizlab qo'ysam ufkam deb ketdimi? Yigit turmas ishqi bor. Ha. Bu yurakka bog'langan
Ming güzellik rişti var. Bir mi emas, ming.